Bilgan ko'pchilikka shu qalqon simanbaz va tust bizdagi tugunchi to'g'riliq azroq so'zlab beray ko'pchilik. Men Xinjiang tibbiy dashvesi 5-tarmoq doktorxonasidan Absalom doktor. Hamda bu bundan nurg'un kasallar shu masalan so'rash jarayonida asosan qalqon simanbaz va tust bizni tekshirishniki bijon natijasi yo'llaydi. Hamda qalqon simanbaz va bizning shu tugunchisini tekshirishdan nurg'un tekshirish usullari bor. Lekin hamda asosan ko'p uchraydigan bijo. Hamda shu bijo tekshirishda qalqon simanbaz va bizdagi shu tugunchilikning darajasi 1-darajadan 6-darajaga bo'lindi. Hamda buning ichida 1-2 darajalinki yomon sifatli bo'lish ehtimoli nihoyat to'van. Shunga 1-2 darajalik tugunchi bo'lsa ansir misolin bo'ldi. To'g'ri ish mazasiz. Odatda shu yil bir tekshirib tutsani bo'ldi. Darajasi yuqorilib ketmas ansir misolin bo'ldi. Hamda buning ichida 5-darajadan 6-daraja. 5-daraja yomon sifatlik, 6-daraja yomon sifatlikning oxir manzili deymiz. Bu asosan oz sürede bunu klinikada diagnoz qo'yib bo'lamiz. Bu o'zini qo'llanib olgan bijo natijasida jiq uchramaydi. Eng jiq uchraydigan 4-daraja bilan 3-daraja. Buning ichida 3-darajaniki yomon sifatli bo'lish ehtimoli to'g'riroq. Odatda 3-daraja chiqib, mush qalqon simanbaz sut bizda og'riydigan bearamchilik ishlari bo'lmasa, ansir misolin bo'ldi. Yarim yilda bir tekshirib tutsang bo'ldi. Agar navbat kerak 300 daraja bo'lib, masalan, qalqon simanbaz sut biz og'riydigan bearam bo'lgan ishlar qolsa, ma'ni kasbiy doktorlarni izlab ish qilib tekshirib qo'yinglar. Hamda 4-daraja chiqib qolgan bo'lsa, 4-darajaniki 4A, 4B, 4C shu 3 turga bo'linadi. Bundan qolsa meningcha eng yaxshi operatsiya qilib o'tinglar. Ba'zi kasallar qo'rqayotgan va operatsiya qilsak bunday bo'ldi, xatar bor deb. Amaliyotda operatsiya qilmasanglar xatari uningdan cho'ng. Qanday desanglar, masalan 4-daraja chiqdi, bir kichikina bez deydi bu. Buni kesib olsanglar, faqat sizdan shu kichikina bir bez go'shga agar yaxshi sifatli chiqib qolsa, shu bezga ziyon bo'ldi. Ya'ni bu kichikina bir siz ko'zga ziyon bo'ldi. Onun başka küçük tadı kaldı, yoki azroq pulun ketdi. Lekin navbat kerak yomon sifatli bo'libmi shu? Vaqtni kestirib olsanglar, jonni qutulib olasizlar. Bu o'sminiki badanga taqib, jonni ilishdan oldin olasizlar. Hamda hech qanday bir doktor bu bechoning natijasi qarabdan buni aniq 100% yaxshi sifatli, yomon sifatli demaydi. Faqat shuni operatsiya qilib olgandan keyin shu tugunchini biz shu mikroskop ostida hujayraning shaklini ko'rgandan keyin undan keyin yaxshi sifatli yoki yomon sifatli deb bilalaymiz. Shunga 4-darajaga chiqib qolganda menimcha eng yaxshi vaqtida operatsiya qilib o'tinglar. Jonni qutulib bo'ldi. Lekin ham yana kelib hozirgi operatsiyalarning texnik ilg'or ko'pchilik ilg'orgidek unda cho'ng kesib cho'ng tikgan ishi yo'q. Masalan, qalqon simanbazni operatsiya qilsak, moya tatib qo'ymaylar, operatsiya bo'ldi edi. Moyadan nejing deymiz. Nechi kirgizib ham shuni operatsiya bo'ldi ma bo'yinda iliqqa tatib qilib, xonim qizlarniki go'zallikka ta'sir etmaydi. Bizniki bu tugunchilni ashulaqa shunchaji shu deymiz, odatda shu tavuzda qo'shiqimdan ham kesib yemiz va shunga o'xshashdan shunchaji shu bir to'shik tishib ham kesilib olgan texniklar bor. Ilg'or texniklar bor ko'pchilik uni nima ansirgan misolin bo'ldi. Oxirgi taklif yana 4-darajaga kelib qolgan sut bizi va yoki qalqon simanbaz tugunchilarni eng yaxshi operatsiya qilib o'tgan ko'pchilik masalan so'raydiganlar 181 998 87 34 mush nomerni undan qilsam bo'ldi. Oxir deydiganlar 1-2 darajalik tugunchidan ansir misolin bo'ldi. To'g'ri misolin bo'ldi.